Jim! Hamma jim bo'lsin! Ciao opa. Jiao Shu Yue. Shue, firibgarlik mahorating tobora oshib bormoqda. Deyarli menga yetay deb qolding. Ciao opa. Siz rostdan ham mahoratlisiz. Sizni oldingizda shunchaki havaskorman. Firibgarlik maktabining qoidasini allaqachon tushuntirganman. 10 ta qimor o'yini, 10 ta mag'lubiyat. O'ynamaslik bu g'alaba qozonish demakdir. Firibgarlik san'atini o'rgangan bo'lsang ham, ozodlikka chiqqach hech qachon qimor hisobiga yashamasliging Men kerak. Jiao Shu Yue. Qasam ichib aytaman. Bu hayotda hech qachon qimor o'yini bilan kun ko'rmayman. Shue, ozodlikka chiqqaningdan keyin qizing bilan halol va munosib yasha. Jiao Shui. Bu yerdan chiqqaningdan keyin halol inson bo'lib yasha. Tushunarlimi? 10 yil avval. Uni ahvoli qalay? Bu tug'makarlik. Uni davolab bo'lmaydi. Ammo qizimni eshitishi uchun boshqa biror yo'l yo'qmi? Butun umr sukunat va yolg'izlikda o'tishini xohlamayman. Eshitish uskunasini o'zi 500 ming bo'ladi. Bu haqda yaxshilab o'ylab ko'ring. 500 ming? Jiao Anan. Qanday bo'lmasin, albatta pul topaman. Qizim boshqalardek yashashi uchun hamma narsa qilaman. Yaxshi. Yur, uyga ketamiz. Apu, qayerdasan? Xiaotian, menga yordaming kerak. Opangni o'zi meni yo'ldan urdi-ku. Nega endi pul to'lashim kerak? Ahvolingga bir qara. Yana o'zi yo'ldan urdi deyishga vijdoning qanday yo'l qo'yapti? Hozir ikkita yo'ling bor. Yoki politsiyaga qo'ng'iroq qilib, seni nomusga tegishda ayblayman va qamoqqa ravona bo'lasan, yoki pulni berasan. Nega endi? Xiaotian, Nima asosga Mana ko'ra? senga asos. Meni urmang. Boshqa urmang, iltimos. To'layman. To'layman, bo'ldi qiling. Politsiya, hamma joyda qolsin. Och, eshikni och. Eshikni och. Apu, Xiaotian, hozir qochinglar. Opa, ketmayman. Bu politsiya. Qochinglar. Och. Apu, ukangni oldi, qochinglar. Bo'ldi, ketdik. Och. Yo'q, men Tezroq ketmayman. ketinglar. Eshikni och. Ketdik. Yur. Opa! Hoy. Opa! Bu politsiya, tezda eshikni och. Eshikni och. Joshua, siz qator tovlamachilik holatlarida gumon qilinyapsiz. Darhol mahkamaga borishingizga to'g'ri keladi.
Ha, ketdik. Ay, onang endi yoningda bo'lolmaydi. Iltimos, meni kechir. Qonunlarga amal qilishga va boshqa xato qilmaslikka va'da beraman. Bora qol. Ang, o'tgan 10 yil uchun onangni kechir. Bugundan boshlab hammasini albatta o'z o'rniga qo'yaman. Qani, 3 oydan so'ng so'ng sarimsoq yangi keldi. Pomidorlar ham bor. Javob. Kelinglar. An kecha tunda yana uyga kelmadimi? qizim katta bo'lib qoldi. Gap uqtirish qiyin. Shuni aytaman-da, an o'zini g'alati tutmayaptimi? Chiqqaningizdan beri sizga biror yaxshi gap aytmadi. Men onaman. Shunchaki bolam sog' omon va baxtli bo'lsa bo'ldi. Kelgan ekansiz, biror narsa olib keting. Ertalab olgandim, boshqa safar. Ko'rishguncha. Yaxshi, omon bo'ling. Mayli, ko'rishguncha. Yangi ko'katlardan oling. Hozirgina olib kelishdi. Alo? Chao xola falokat. An'ayni kazino xo'jayini Janobsin garovga ushlab turibdi. Nima? Jao Anan, Jao Shu Yuenning qizi, xo'jayin Zin. Bunda yaxshi qarta bilan qanday yutqazishim mumkin? Qanday bu deb bo'lishi mumkin? Qizaloq, yur endi. Shunga, Janob Zin Zinning bilan uyga yordamchisi. ketasan. Yo'q, bu qanaqasi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, qoyil. Men yutdim. Boyib ketdim. Yutqazdim. Yana o'ynaymiz. Doim yutqazavermayman-ku. Boy bergan pullarimni qaytarib olaman. Azizam. Axir tikishga puling qolmadi-ku, a? Nimang bilan o'ynamoqchisan? Mayli, unda bitta o'yinda hal qilamiz. Agar yutsam, stoldagi bor yutuqni menga berasan. Yutqazsam, agar yutqazsam, sen bilan uyingga ketaman. Kelishdikmi? Juda jur'atli ekansan. Shunday ekan, mana bu kelishuvga qo'l qo'y. Agar yutqazsang, bu sotilganing haqida shartnoma bo'ladi. Yana bir marta o'ynaymiz. Boshladik. Qani Janob Zinning uyiga ketdik. Yo'q, qo'yib yubormaydi. Qo'yib yuboringlar. To'xta. Azizam, bu dovni o'zing tikding. Endi pushaymon bo'lishga kech, tushundingmi? Ushlang uni.
Qizimni qo'yib yubor. Linchen, Zhao Anning yaqin do'sti. Oq yo'lbars ko'k ajdarhoga bosim o'tkazyapti. Guangun markazda samoviy imperator to'rt tomonni nazorat qilyapti. Ikki yo'lbars buzoqni g'ajiyapti. Sharq tomonda g'arbga qarab o'tiribdi. Sharqdan binafsharang tuman kelyapti. Yaxshi vaziyat, ajoyib manzara. Bu ayolning ko'rinishi ham chakki emas. Balki o'yin tashkil qilib uni ham olib qolarmiz. O'shanda ona bola birga bo'lishardi. Tunda uyga bormading. Nima tuni bilan shu yerda qimor o'ynadingmi? Sizni kim chaqirdi? Men bilan ishingiz bo'lmasin. U qancha yutqazdi? Qizing faqat pul yutqazmadi. Zhao Anyang, nima aqldan ozganmisan? 10 ta dov tikish mag'lubiyat ekanini nahotki bilmasang? Ha, pul yutqazibsan, ammo bu yetmagandek o'zingni ham tikibsan. Nahotki tuzoq ekanini bilmading? Axir aytdim-ku, men bilan ishingiz bo'lmasin. Chao xola, hozir muhimi an'ana bu yerdan qanday bo'lmasin olib chiqib ketish. Janob Zang, u hali yosh, ahmoqlik qilgan, siz aqllisiz. Yutqazgan pulini ayting. Bor budimni sotib bo'lsa ham beraman. Ay, pulning menga ahamiyati yo'q. Sen kel, yaxshisi bunday qilamiz. Sen bilan qimor o'ynaymiz. Agar rad qilsam-chi? Unda o'zing ketishi mumkin, lekin qizing shu yerda qoladi. Qizimni olib qolasan? O'lging kelyapti shekilli. Zerikkanimda menga shunchaki sherik bo'lishingni so'ragandim, lekin mahorating ustozingdan ham o'tib ketadi deb hech o'ylamagandim. Javoba, bunday demagan bo'lardim. Shunchaki zerikkanimda ozgina o'rgangandim. Firibgarlar maktabining qoidasini eslab qol. 10 ta dov, 10 ta mag'lubiyat. O'ynamaslik esa katta g'alaba. Bu san'atni o'rgangan bo'lsang ham, ozodlikka chiqqaningdan keyin hech qachon qimor orqali kun ko'rma. Meni tushundingmi? Shuye. Men Zhao Shuye, qasam ichaman. Bu hayotda hech qachon qimor o'ynamayman. Javob, qimorga qo'l urmaslikka va'da bergandim. Lekin hozir qizimni tortib olishmoqchi. Buni pul uchun emas, balki mahoratimni ishga solib, qizimni qaytarish uchun qilaman. Shunchaki yaqinda qamoqdan chiqqan sabzavot sotuvchisi bo'lsangiz, qanaqasiga janob Zin bilan bellasha olaman deb o'ylayapsiz? Bu meni xatoyim. Hali ham kechishingiz uchun kech emas. Any. Oying seni albatta uyga olib ketadi. 10 yil. Sizni naq 10 yilga qamashgan edi. Shu 10 yil ichida biror kun bo'lsa ham meni o'yladingizmi? Endi paydo bo'lib qoldingizmi? O'zingizni yaxshi qilib ko'rsatmoqchimisiz? Endi menga kerak emas. Tezroq bu yerdan keting. Yomg'ir boshladi. Nega hali ham uyga ketmayapsan? Senga necha marta aytganman bu qiz bilan o'ynama deb. Uning onasi yomon, yaramas ayol. Qani yur ketdik. Any. O'shanda Anyga eshitish moslamas uchun pul topish maqsadida noto'g'ri yo'lga kirib qolgandim. Bu Anyga ko'p azor berdi. 10 yil davomida ona mehridan mahrum bo'ldi. Bu safar nima bo'lganda ham uni himoya qilaman. Bu mening hududim. Xohlagan paytda ketaman deb o'ylaysanmi? Janob Zin, bola bilan tortishib nima qilasiz? Mayli, men o'ynashga roziman. Go'zal xonim, juda ko'p o'ylading-da. Uch qarta o'ynashga nima deysan, ha? Mayli. O'ynashga o'ynaymiz-ku. Lekin tikishga puling bormi? Bu meni bor budim. Yiqqan terganim.
100,000 yuan. Buni fishkalarga almashtiring. Nima qilyapsiz? Bu sabzavot sotib ming azob bilan yiqqan pulis-ku. Jao xonim. Yaxshilab o'ylab ko'r. Agar yutqazsang, bugun kechasi qizing bilan xizmatimda bo'lasanlar. Bir kechalik huzur uchun arziydigan baho shunday emasmi? Xo'sh, bu ham aslida g'alaba hisoblanadi. Agar men yutsam-chi? Agar yutsang, agar mabodo yutsang, stoldagi hamma fishkalarni yutib olsang, nafaqat qizingni qo'yib yuboraman. Balki mana shu hamma pullar ham seniki bo'ladi. Kelishdik. Rostdan jini bo'lib qolibsiz. Buncha tez rozi bo'ldi, nahotki o'zini sodda ko'rsatib meni tuzoqqa tushirmoqchi bo'lsa. Sabzavotchi, yana bir gap. Janob Zin bilan 3 qarta o'ynashning o'ziga yarasha qoidasi bor. Qanaqa qoida? 3 ta tuz eng katta kombinatsiya hisoblanadi. 2, 3, 5 esa ularni yenga olmaydi. Yaxshi, kelishdik. Mayli. Yana kimdir firibgarlik ustida qo'lga tushsa, kazino qoidasiga ko'ra yutqazgan deb topiladi va bir qo'ldan ayriladi. Aha. O'yin davomida kelib chiqadigan har qanday muammo kazino qoidasi bo'yicha hal qilinadi. Tushundingmi? Janob Zing juda oliyjanob ekanlar. Unday bo'lsa boshladik. Ikkala tomon ham qartalarni tekshirishni iltimos qilaman. Qarta chiylashni bilasanmi o'zi? Bu ka degan ovozlar nimasi bo'ldi? Shunchaki aralashdi. Ka. Ha, mana shunday to'g'ri. Marhamat tikishni boshlang. Boshlang'ichda 1000 yuan. Rostdan ham yangi ekan. Shu tajribasiga ishonib men bilan bellashmoqchimi? Dovtiking. Jao xonim. Ayollar birinchi. Qani? Oyi, ikkita yettitalik tikishda davom etsak bo'ladi. Bu qartalar menga yoqmadi. Tashladim. Mayli. Jao xonim. Kayfiyatga qarab o'ynaydigan inson ekansiz. Unda keyingi qo'lga o'tamiz. Agar menga quloq solganingizda hozir aytgan bo'lardik. Uning qo'lida bor yo'g'i bitta tuz bor ekan. Jao xola bilan bunday gaplashma. Marhamat, Dovtiking. Chindan ham yangiga o'xshaydi. Janob Zinning bugun omadi chopdi shekilli. Kimsan men bilan bellashmoqchi-ya? Bugun ona bola kechasi menga xizmat qiladigan bo'ldi. Ajoyib imkoniyat. Oyi, bu qartalar 3 qarta o'yinida juda yaxshi hisoblanadi. Meni eshiting. 50 ming tikamiz.
To'xta, bu nima qilganing? Bu qartalar hali ham menga yoqmayapti. Yana tashlayman. Bu qanaqasi? Ay. Bu eng katta Street Flash edi-ku. Nega tashlading? Nima, meni masxara qilyapsanmi? Faqat 3 tuz kelishni kutib o'tirasanmi? Ha? Bu qimorxonada hamma narsa o'zgaruvchan. Street Flash nima ham bo'lardi? Agar dov tikkanimda ham, janob Zing, meni mag'lub qilishni biror yo'lini topardingiz. Shunday emasmi? Bu aniq g'alaba edi-ku. Agar 2 marta ham gapimga kirganingizda hozir yutuq bizda bo'lardi. Nega bilimdonlik qilyapsiz? Jao xonim, agar rostdan ham yutmoqchi bo'lsang, bunaqa tinimsiz qartani tashlash bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Qartalarni tarqat. Marhamat, Dovtiking. Jao xonim. Xo'sh, bu safar ham qartalarni tashlaysizmi? Madomiki janob Zin shuni istayotgan ekan, unda bor fishkalarimni tikaman va kartalarimni ochaman. Xo'sh, yuragingiz dov beradimi? Qanday jasorat? Qabul qilaman. Yo'q, kerak emas. Qizaloq, bu qimor stolida hazil ketmaydi. Tikilgan fishkalarni o'zing xohlagan paytda shunchaki qaytarib ola olmaysan. Bilib qo'y. An, ish shu darajaga yetgan ekan, seni qutqarishning yagona yo'li janob Sinni yutish. Hozir faqat Jao xolaga ishonishimiz mumkin. Bitta tuz. Qo'rqyapsanmi? Qo'rquvdan endi foyda yo'q. Afsuslanishga kech. Ko'ramiz, yana qancha surbetlik qilar ekansan, Jao familiyali ayol. Qanaychi ikkinchi qartam ham tuz chiqarmikin, a? Hozir ko'ramiz. Voy, yana bitta tuz. Yana tuz. Bu juft tuz degani. Agar uchinchisi ham tuz bo'lsa, bu eng katta kombinatsiya. Ikkinchisi ham tuz, uchinchisi ham tuz bo'lsa. Demak, bugun kechasi. To'xta. Nima? Qo'rqib ketdingmi? Dovni oshirmoqchiman. Nima? Nima deding? Linching. Menga yana 200 minglik fishka bering. Bu gal seni butunlay yutqazishingga tikaman. Oy, jinni bo'ldingizmi? Axir bu bor yo'q jamg'armamiz-ku. Janob Zinning qartalari katta ehtimol bilan yutuqli. Agar hozir ular yutqazishsa, pul yoqda tursin. Bu ona bola boshiga og'ir kunlar tushadi. U chindan ham aqldan ozgan bo'lsa kerak. Dovni ochirishini qarang. Janob Zin, kazinodan qarz olish bu yuqori foizli sudxo'rlik axir. G'alaba qozonishingizga ishonib, haqiqatan ham katta o'yin boshladingiz. Hatto uyning hujjatlarini ham garovga qo'yibsiz. Nazarimda ortga qaytadigan yo'lni ham buzib tashladingiz, ha? Xo'sh, nima demoqchisan? Janob Zing, hozirgina faqat barcha fishkalarni yutib olsamgina qizimni olib ketishim mumkinligini aytmaganmiding? Agar dovni oshirmasam, g'alaba qozongan taqdirimda ham atigi 100 ming yutishim mumkin. Shuning uchun bir urinishda g'olib bo'lmoqchiman. Shunchaki qo'rqyapsiz, to'g'rimi? Telbaning aljirashi. Nelar? Unga pul ber. Qani ko'raylikchi, meni nima bilan yutmoqchi ekansan? Janob Zing, bu oxirgi karta uchun. Marhamat. Agar bu oxirgi qarta ham tuz bo'lib chiqsa, bugun oqshom ikkovingiz menga qanday xizmat qilish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Agar bu oxirgi qarta ham tuz bo'lib chiqsa, bugun oqshom ona bolaning holiga maymunlar yig'laydi. Ha. Fol ochish shart emas. Janob Zin qimor mahorati shu darajada yuqoriki, aniq bu qarta tuz.
och. 3 tuz. Qo'yil! Wow! Bu eng kuchli kombinatsiya. Sen yutqazding. Tamom. Hammasi tamom bo'ldi. 3 tuz eng katta qartaku. Endi nima qilamiz? Bu barzangir meni tahqirlashini istamayman. Yo'q. Ang, o'zingni bos. Biror chorasi topiladi. Albatta bir chorasi topiladi. Janob Zing, hali kartalarimni ochganim yo'q-ku. Yutqazganimni qayerdan bila qolding? Hoy, ko'kat sotuvchi, nima aqldan ozdingmi? Janob Zingda 3 tuz eng yuqori kombinatsiya. Nimang bilan yutasan? Xo'p. Marhamat, chindan ham tobutingni ko'rmaguncha ishonmaysan shekilli. Yana nima qilmoqchisiz? Ang, nima uchun 10 ta o'yinni 10 tasida ham boy berilishi, qimor o'ynamaslik esa eng katta yutuq ekanini bilasanmi? Qimor stolning ustida hammasi ochiq oydindek ko'rinsa-da, stolning tagida qora ishlar qaynaydi. Bugun sen bu kazinoning eng iflos qiyofasini o'z ko'zing bilan ko'rishingni istayman. Uning 3 ta qartasi nari borsa Street Flash bo'lishi mumkin, ammo qanday qilib Janob Zinni 3 ta tuzdan ustun kelishi mumkin? Bu ayol aqldan ozibdi. 4-tuzni chiqarganing bilan nima o'zgaradi? Baribir meni yutolmaysan. Nahotki. Oltita tuz. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu qanday bo'lishi mumkin? 6 tuz. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Nima uchun qimor o'ynamaslik eng katta yutuq ekanini bilasanmi? Xudo bergan atalmish qartalaring ham yutqazish ehtimoli bor. Bunchalik mahoratga ega ekanligingizni bilmagan ekanman. Aslida qimor degani mana shunday bo'ladi. Firibgarlik san'ati bu. Mahorating yuqori bo'lmasin. Asosiysi kutilmaganda zarba berish. Janob Zing, bu gal sen yutqazding. Sen firib ishlatding. Janob Zing, firibgarlikda ayblash uchun oldin dalil kerak. Chindan firib ishlatdimikin? Agar firibgarlik bilan qo'lga tushsa, bu yerni qoidasiga ko'ra qo'lini chopib tashlashadi. Sen qarta yashirding. Janob Zing, firibgarlikda ayblash uchun dalil kerak. Meni tintib ko'rishga qarshi emasman. Agar hech qanday dalil topolmasang, unda men va qizimdan uzr so'raysan. Mayli. Yaxshi. Hech narsa yo'q. Alinchen, Bugun kazinoning oylik ijarasini to'laydigan kun. Ular hamma pulni yutib olishdi. Agar kazino 3 millionlik oylik ijaradan to'lay olmasa, hayotim shu yerda tugashi mumkin. Hoy baqaloq, tintuvda hech nima chiqmadimi? Demak dalil yo'q. Qartalar bilan bog'liq muammo bu sening, ya'ni o'yin boshqaruvchining mag'lubiyati. Bizga o'zining kerak emas. Odamlaringga ayt, bizni qo'yib yuborishsin. To'xta! Janob Zing, kelishuvni buzmoqchimisan? Bugun bu yer juda gavjum-ku, Janob Zing. Janob Zing,
Bu yerda Qimor nimalar qirolining bo'lyapti? yordamchisi. Bu o'sha qimor qirolining o'ng qo'li, arvoh qirol. U qimor qirolining eng usta o'yinchilaridan biri. Uning bitta odati bor. Faqat haqiqiy qartabozlar jonini ham tikadigan qimorbozlar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Unga duch kelish o'lim bilan barobar hisoblanadi-ya. Og'a, marhamat o'tiring. Bugun kazino yopiq. O'lishni istamaganlar tuyog'ini shiqillatsin. Hammasini hayda. Ketinglar, tomosha tugadi. Qani yo'qolinglar. Yo'qoling. Janob Zin, bu oyga ijara haqqi Og'a, aslida ijara pulini yig'ib qo'ygandim, ammo mana bu ayol firib ishlatib hamma pulni yutib oldi. firib ishlatdi deysanmi? Qani dalil? Men topolmadim. Dalil yo'qmi? Demak, mahorating pand beribdi. Shundingmi? Afiyating. Shu paytgacha janob Zin hech qachon xato qilmagan edi. Ko'rinishidan bu Jao Shuyue haqiqiy usta ekan. Juda qiziq. Nima bo'lmasin, bugun uni men bilan o'ynashga majbur qilaman. Xonim, ismi sharifingiz nima? Familiyam Jao. Bu manzara uchun uzr. Jao xonim, modomiki ijara pullarimni yutib olgan ekansiz, pullarimni qaytarib olish uchun imkon bermaysizmi menga? Mana pullaring. Ol, boshqa qimor o'ynamaslikka qasam ichganman. Ang, lincheng, ketdik. To'xta! Pullarni qaytardik, yana nima xohlaysan? Nima qilyapsiz? Qo'y boring! Qo'y boring! Janob Zing g'alaba qozonsam qo'yib yuborishga va'da bergandi. Nima uchun so'zingdan qaytyapsan? Bu yerni qoidalarga amal qilmaysanmi? To'g'ri aytding. Qoidani buzganlar qo'lidan judo bo'ladi. Qo'lim. Mana janob Zayn munosib jazosini oldi. Men bilan o'ynashga rozimisan? Xo'sh. Yo'q. Unda qizingni joni shu yerda qoladi. Jao xola, bu odam o'ta shafqatsiz. U bilan o'ynagan hech kim sog'-omon qolmagan. Qachonlardir bir umrga qimorga qo'l urmaslikka qasam ichganman. Faqatgina o'ta mushkul vaziyatda ilojsizlikdan bu qasamni buzishga majbur bo'ldim. Endi qizimni joni evaziga o'zimnikini beraman. Sendan o'tinaman. Uni qo'yvor. Iltimos. Baribir onali mehri boshqachada. Qiziq. Modomiki Jao xonim qizini qutqarish uchun o'zini qurbon qilmoqchi ekan, unda ko'pchilikning ko'z o'ngida ustidagi 5 ta kiyimini yechsin va tiz cho'kib itday xursin. Shundan keyin senga qizingni sog'-omon qaytaraman. Bosh, chap qo'l, o'ng qo'l, tana, chap oyoq, jami 5 ta a'zo. Har bir a'zo uchun bittadan kiyim. Agar qizingni qutqarmoqchi bo'lsang, ko'pchilikni ko'z o'ngida 5 ta kiyimini yech va tiz cho'kib itday xur. Shundagina qizingni sog'-omon qaytarib beraman. Xo'sh, tayyormisan? Iflos ayol. 5 ta kiyimini yechsa hatto ichki kiyimi ham qolmaydi-ku. Men bilan belash qanday bo'lishini ko'rib qo'y, yaramas. Yo'q, Jao xola. Yaxshi. Roziman. Bir.
2. Qaramanglar. Nima bo'ldi? Yechinishga botin olmayapsanmi? Unda jimgina men bilan o'yna. Oyi! Uni yutolmaysiz. Tezroq keting. Qimorga aralashib qolgan bo'lsam, bu meni aybim. Hammasiga o'zim javob beraman. Ang, ang. Ang. Ang, ang. Ang, ang. Oyi, agar qimorga berilib ketmaganimda bunday ko'rguliklarga qolmasdingiz. Agar kar bo'lmaganimda pul topaman deb jinoyat ko'chasiga kirmasdingiz. Qamoqqa tushmasdingiz. Qani kechi. Ha? Ang, meni eshityapsanmi? Eshityapman. Qanday ajoyib. Ang, bu mehribonlik uydagilar hisobidan sen uchun maxsus buyurtma qilingan eshitish moslamasi. Endi boshqa bolalardek yashaysan. Oyim qani? Ang, oying senga shu moslama uchun pul topaman deb noto'g'ri yo'lga kirib qoldi. Sen oyingdan xafa bo'lma. Oyi, hammasiga men aybdorman. Agar o'lsam, ular sizga boshqa taqdir qila olishmaydi. Tezroq keting. Ang, ang. Ang, ang. Ahmoq qizalog'im. Meni jigarbandimsan. Qanday qilib ko'z o'ngimda o'lishingga qarab tura olaman? Qanday qilib? Ang, ang. Ang, ang. Javxola, Ang juda ko'p qon yo'qotdi. Tezroq shifoxonaga olib borish kerak. Xo'sh, endi men bilan o'ynashga rozimisan? Yo'q, rozi emasman. Nega? Nima uchun? Hatto shunday ahvolda ham rad etyapsanmi? Hozirgi kunda mohir firibgarlar deyarli qolmadi. Zo'rg'a bitta ustasini uchratgandim. Qanday sababga ko'ra men bilan o'ynashdan bosh tortyapsan? Javob ber, nega? Nega? Nima uchun? Modomiki men bilan o'ynashni istamas ekansan, unda hammang mana shu yerda o'lib ketasan. To'xta! Kim katta opamizga qo'l ko'tarishga botirdi?